Eron Trampga sirli sovg'a yubordi. Uning ichida nima bor? U juda katta va aql bovar qilmas darajada qimmat, deydi Tramp. Eron bexabar sulh. AQSh o'z g'alabasini e'lon qildi. Eron uchun ham boshqa yo'l qolmadi. Ular murosaga, yangi tartibga tayyor. Isroil ichida isyon. Sobiq vazir yolg'onlarni fosh qildi. Ular urush boshlashni bilishadi, ammo uni g'alaba bilan tugatish salohiyatiga ega emaslar. Erondan keskin bayonot. Endi shartlarni siz emas, biz qo'yamiz. Bu shunchaki urushni to'xtatish emas, balki Eronning mintaqadagi yangi va mutlaq kuch ekanini tan oldirishga qaratilgan diplomatik hujumdir. Sarosimaga tushgan arablar urushni davom ettirishni talab qildi. Arab davlatlari Trampdan Eronning bu talablariga ko'nmaslikni va Tehron qo'shnilarga hech qachon xavf tug'dira olmaydigan darajada butunlay mayib qilinmagunicha urushni davom ettirishni so'ramoqda. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti doimgidek video davomidan o'rin olgan. Iltimosimiz, mehnatimizni qadrlagan holatda albatta ushbu videoga like bosib qo'ying. Biz esa xabarlarning to'liq tafsilotini e'tiboringizga havola qilamiz. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Isroil va AQShning Eronga qarshi boshlagan urushi nafaqat Yaqin Sharqni, balki butun dunyo tartibotini jar yoqasiga keltirib qo'ydi. Bugun nafaqat xalqaro hamjamiyat, balki Isroilning o'z siyosiy elitasi ham Netanyahu hukumatining bu qaltis va mantiqsiz o'yinidan charchaganini ochiq oydin namoyish etmoqda. Isroil ichidagi eng nufuzli va harbiy siyosiy arboblardan biri sobiq bosh vazir Ehud Barak bugungi strategik bosh berkuvchini va xalqqa aytilayotgan navbatdagi yolg'onlarni shunday fosh qildi. Isroil bugun siyosiy darajada urushni qanday yakunlashni bilmaydi. To'g'rirog'i, buni bilishni istamaydi. Ular urush boshlashni bilishadi, ammo uni g'alaba bilan tugatish salohiyatiga ega emaslar. Oradan 2,5 yil vaqt o'tdi. Bizga 6 marta to'liq g'alabaga bir qadam qoldi deb va'da berishdi. Biroq haqiqat shuki, hammasi hali ham mavjud. Bizga Hizbullohni 10 yillarga ortga qaytardik deyishdi. Ammo ular hali ham o'z o'rnida turibdi. Netanyahuning mavjudlik tahdidini bartaraf etdim degan quruq gaplariga qaramay, Eronning yadroviy dasturi va raketa arsenaliga zarracha putur yetgani yo'q. Bugun bizdagi eng katta muammo haqiqatni yo'qligi va ishonchning o'lganidir. Hatto biz kabi voqealar markazida bo'lgan insonlar ham barcha tafsilotlarni bilmaymiz, chunki haqiqat bizdan yashirilmoqda. G'arb dunyosida Isroilning bu tajovuzkor harakatlariga bo'lgan munosabat mutlaqo o'zgardi. Germaniya kabi eng yaqin ittifoqchilar ham bu urushni endi mudofaa emas, balki butun dunyoni og'ir yuk ostida qoldirayotgan iflos bir jarayon sifatida ko'rmoqda. Germaniya kansleri Friedrich Merz Isroilning bu harakatlarini barchaga zarar keltiruvchi majburiyat deb baholab, o'zining og'riqli munosabatini bildirdi. Bu Isroilning barchamiz uchun qilayotgan iflos ishidir. Biz ham dunyoga o'lim va vayrongarchilik olib kelgan ushbu terrorchi rejimni qurbonlarimiz. Isroilning ichki siyosiy doiralari esa hamon xalqaro huquq normalarini tan olmay, o'zlarining xunrezliklarini dunyodan minnatdorlik kutgan holda oqlash ko'rinmoqda. Dunyo hamjamiyatining adolatli tanqidlaridan ranjigan va o'z harakatlarini muqaddas urush niqobi ostida taqdim etayotgan Naftali Bennett o'zining gina va shikoyatlarini quyidagicha bayon qildi. Biz bu dahshatli radikal islomiy tahdidga qarshi kurashyapmiz va bizga minnatdorchilik bildirish o'rniga siz bizni tanqid qilyapsizmi? Bu nima degan gap? Biz butun dunyoni yovuzlikdan himoya qilayotgan qalqonmiz, ammo siz bizni ayblash bilan bandsiz. Isroilning xavfsizligi bu G'arbning xavfsizligi deganidir. Bizning harakatlarimizni tanqid qilayotganlar aslida kimning tegirmoniga suv qo'yayotganini anglab yetishmayapti. Biz taslim bo'lmaymiz. Bizni to'xtatishga urinmang. Aksincha, bu kurashda yonimizda turing.
Bu urush nafaqat Isroil yoki Eronning, balki 8 milliard insoniyatning taqdirini hal qiluvchi global inqirozga aylandi. Turkiya rahbari bu fojianing ortida birgina shaxsning o'z kursisini saqlab qolish ilinji yotganini va uning badalini butun dunyo to'layotganini fosh qildi. Recep Tayyip Erdo'g'an butun insoniyatni kutayotgan xavf haqida shunday ogohlantirdi. Bu urush Isroilniki, ammo uning bahosini butun dunyo to'layapti. Bu Netanyahuning shaxsiy siyosiy omon qolish urushidir, ammo uning oqibatlaridan 8 milliard inson aziyat chekmoqda. Qon va ko'z yoshi ustiga qurilgan hech bir rejim uzoq yashamaydi. Bugun G'azoda, Livanda va endilikda butun mintaqada dahshatli xunrezliklarni amalga oshirayotgan, adolatni oyoq osti qilib xalqaro huquqni masxara qilayotgan Isroil rahbariyati tushunishi kerakki, zulm bilan hech qachon g'alaba qozonib bo'lmaydi. Bu urushning alangasi qanchalik keng yoyilmasin, u eng avvalo uni yoqqanlarning o'zini kuydirib bitiradi. Donald Trampning Eron atrofidagi so'nggi harakatlari nafaqat siyosiy doiralarni, balki jahon iqtisodiyotini ham haqiqiy sarosimaga solib qo'ydi. Kechagina Eronni yer bilan yakson qilish va uning barcha elektr stansiyalarini portlatish bilan tahdid qilgan va 48 soat muhlat bergan AQSh prezidenti kutilmaganda mutlaqo boshqacha ohangda gapira boshladi. U hozirda Eronni qo'shma rahbarlik asosida, ya'ni oliy rahnamo bilan birgalikda boshqarishni taklif qilmoqda. Bu keskin burilish ortida Trampning harbiy muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqishi va mas'uliyatni o'zidan soqit qilishga urinishi yotgani yaqqol ko'rinib qoldi. Tramp o'z odatiga ko'ra vaziyat qaltis tus olganda aybni darhol atrofdagilarga yuklashga o'tdi. U jurnalistlar bilan uchrashuvda Eron bilan urush g'oyasi aslida mudofaa vaziri Pete Hegsethdan chiqqanini iddao qildi. Tramp ochiqchasiga buni u boshladi, hamma taklifni u bergan deb vazirni aybdor qilib ko'rsatdi. Bu harakat shuni anglatadiki, agar Eron bilan to'qnashuv yomon oqibatlar bilan tugasa, Tramp allaqachon barcha aybni yuklash uchun qurbonlik echkisini tayyorlab qo'ygan. Vazir Hegzetning bu gaplardan keyingi sarosimaga tushgan yuz ifodasi esa Amerika hukumatining yuqori bo'g'inlarda birdamlik yo'qligini fosh qilib qo'ydi. AQSh Eronga Yaqin Sharqda guruchni to'xtatish bo'yicha 15 banddan iborat tinchlik rejasini yubordi. Ma'lumotlarga qaraganda hujjat Pokiston orqali Eron rahbariyatiga yetkazilgan. Reja doirasida Eron yadroviy qurol ishlab chiqishidan voz kechishi va boyitilgan uran zaxiralarini Xalqaro atom energiyasi agentligiga topshirishi lozim. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Witkoff prezident Donald Trampga Eron ushbu rejaning ayrim muhim bandlariga, jumladan yuqori darajada boyitilgan uranni topshirish masalasiga rozi bo'lganini bildirgan. Biroq Tehronning rasmiy javobi hozircha e'lon qilinmagan. Shuningdek, bu rejaga Isroilning munosabati ham aniq emas. U AQSh bilan birga bir necha haftadan beri Eron hududiga zarbalar berib kelmoqda. Ammo Tramp Oq uydan turib jurnalistlarga Washington, Tehron vakillari bilan juda samarali muzokaralar o'tkazganini, har ikki tomon asosiy masalalar bo'yicha umumiy til topganini ma'lum qildi. Uning iddao qilishicha, Eronning bu sulhga rozi bo'lishdan boshqa chorasi qolmagan. Eron deyarli hamma narsasini yo'qotdi. Aytingchi, ularda nima qoldi? Gazetadagi sarlavhalarga qarasangiz, urush go'yoki teng kechayotgandek tuyulishi mumkin. Ammo haqiqat butunlay boshqacha. Biz Tehron osmonida xuddi o'z uyimizday erkin harakat qilyapmiz va nima xohlasak, shuni amalga oshiryapmiz. Hatto Eron yadro quroliga ega bo'lish haqidagi barcha iddaolaridan voz kechishga va bu yo'lda intilmaslikka rasman rozi bo'ldi. Bilasiz, men maqtanishni yoqtirmayman, lekin haqiqatni aytish kerak. Biz bu urushda mutlaq g'alaba qozondik. Trampning qo'shimcha qilishicha, Tehron rejimi bilan qo'shma boshqaruv tizimiga kelishilgan. Oq uy rahbari ushbu kelishuvning eng muhim nuqtalarini quyidagicha bayon qildi. Men Eronga mamlakatni birgalikda boshqarishni taklif qildim. Tinchlik muzokaralari fonida Tehron rejimi ijodiy o'zgarishlar ostonasida turibdi va tez orada Washington ham bevosita ishtirok etadigan qo'shma boshqaruv shakli yaratiladi. Hatto strategik ahamiyatga ega
bo'lgan Hormuz bo'g'ozi ustidan nazorat ham endi men va oliy rahnamo qo'lida bo'ladi. AQSh Eronning yangi rahbarini tayinlash jarayonida ham asosiy so'zga ega bo'lishni xohlaydi. Bu borada Venesueladagi vaziyat bizga o'rnak bo'lishi mumkin. U yerda hokimiyat qanday qilib Washington nazorati ostida almashganini hamma ko'rdi. Eron uchun ham boshqa yo'l qolmadi. Ular murosaga, yangi tartibga tayyor. Shuningdek, AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan hujumlarni to'xtatish bo'yicha muzokaralar doirasida sirli sovg'a olganini ma'lum qildi. Ular menga sovg'a jo'natishdi. U menga bugun yetib keldi. U juda katta va aql bovar qilmas darajada qimmat. Men sizlarga u sovg'a nima ekanini aytmoqchi emasman, ammo shuni ayta olamanki, u juda qadrli. Odatda o'zining sovg'alarini boshqalarga maqtanishni yoqtiradigan Oq uy rahbari bu galgi sovg'asini sir tutgan. Shuningdek, Trump Fox News jurnalistining "Sovg'angiz yadroga aloqadormi?" degan savolga "Yo'q, u neft va gaz bilan bog'liq" deb javob berdi. Biroq Eron, Isroil va AQSh bazalariga zarbalarni hamon to'xtatmayotgan bir paytda Trampning bu bayonoti xuddi o'zini xursand qilish uchun o'ylab topilgan shirin yolg'onga o'xshaydi. Eronning taslimiyati va yadro qurolidan voz kechishga rozi bo'lgani haqidagi gaplar esa ko'proq uydirmaga o'xshab ko'rinmoqda. Chunki Eron hukumatı Washington bilan hech qanday rasmiy muzokaralar bo'lmaganini va hech qanday bitim imzolanmaganini qat'iy ta'kidlab kelmoqda. Isroil manbalariga ko'ra, bosh vazir Benyamin Netanyahu AQSh tomonidan ilgari surilayotgan ehtimoliy kelishuv Isroil manfaatlariga to'liq mos kelsagina ma'qullanishini, hujumlar esa to'xtamasligini da'vo qilmoqda. Bugun ertalab men AQSh prezidenti do'stimiz Donald Tramp bilan suhbatlashdim. U Isroil va AQSh harbiy kuchlari erishgan yutuqlar tufayli urush maqsadlariga kelishuv orqali ham erishish mumkinligini aytdi. Lekin shuni aniq bilib qo'ying. Isroil o'z xavfsizligi va manfaatlaridan hech qachon voz kechmaydi. Biz Eronning yadroviy va raketa dasturlariga qarshi zarbalarni davom ettiryapmiz. Hizbullohga qarshi operatsiyalar ham kuchaytirilmoqda. Biz bir necha kun oldin 2 nafar yadroviy dastur bilan bog'liq shaxsni yo'q qildik. Bizning qo'limiz uzun. Kim Isroilga tahdid qilsa, biz o'sha joyga yetib boramiz. Har qanday kelishuv faqat Isroil xavfsizligi to'liq ta'minlangandagina qabul qilinadi. Xulosa qilib aytganda, Trampning bugungi tinchlikparvar qiyofasi va dushman bilan hokimiyatni bo'lishish haqidagi takliflari va bir-biriga mutlaqo ters bayonotlari uning kuchliligidan emas, balki vaziyatni nazorat qila olmayotganidan dalolat beradi. U bir tomondan bu urushda o'zini g'olib, Eron sulhga rozi bo'ldi deyotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan bo'lajak mag'lubiyat uchun o'z vazirlarini aybdor qilib tayyorlab qo'ymoqda. Yakunda esa bir savol ochiq qolmoqda. Tramp haqiqatan ham tinchlikka erishmoqchimi yoki bu faqat siyosiy bosim va vaqt yutish uchun navbatdagi taktika xolosmi? Voqealarning keyingi rivoji bu savolga aniq javob beradi. Donald Tramp dunyoga g'alaba haqida jar solishdan avval dushmandan taslim bo'lmaganini so'rashni ham unutib qo'yganga o'xshaydi. Oq uyda o'ylab topilgan Eron taslim bo'ldi degan bayonotga Trampning o'zidan boshqa hech kim ishonmagan bo'lsa kerak. Go'yoki Tramp ko'zgu qarshisida turib muzokara o'tkazgan u o'z aksining jim turishini rozilik alomati deb tushungandek. Bu kelishuvdan mutlaqo bexabarligini ta'kidlagan Eron shartlarini endi Washington emas, Tehron qo'yadi deya keskin ultimatum yo'lladi. Donald Trampning Eronni yengdik va ular taslim bo'lishga tayyor degan shov-shuvli bayonotlarga javoban Eron harbiy qo'mondonligi AQSh prezidentining g'alaba haqidagi iddaolarini yer bilan bitta qildi. Isroil va AQShning sulh haqidagi rejalarini mutlaq yolg'on deb atagan Eron tomoni urush endi faqat va faqat Tehronning qat'iy shartlari asosida yakunlanishini bildirdi. O'z mag'lubiyatingizni kelishuv deb atab, dunyoni va o'zingizni aldashni bas qiling. Siz bugun shunday chorasiz holatga tushdingizki, endi faqat o'zingiz bilan muzokara olib borish darajasiga yetdingiz. Shuni yaxshilab o'qib oling. Eron xalqiga qarshi yovuz niyatingiz va harakatlaringiz o'sha iflos ongingizdan butunlay yo'qolmaguncha mintaqaga na barqarorlik va na energiya xavfsizligi qaytadi. Endi siz uchun na mintaqadagi investitsiyalaringiz haqida va na neft narxlarining normal holatga qaytishi borasida birorta
katta xushxabar bo'lmaydi. Biz kabi haqiqat uchun kurashayotgan insonlar siz kabi mustabidlar bilan hech qachon bir stol atrofida o'tirmaydi va muzokara qilmaydi. Hozir ham, kelajakda ham hech qachon. Avvalo, Eron dunyo savdo yo'llarining yuragi bo'lgan Hormuz bo'g'ozini to'liq o'z nazoratiga olishni va bu yerdan o'tuvchi har bir xalqaro kemadan alohida boj undirish huquqini talab qilmoqda. Bu esa AQShning 10 yillik dengiz gegemonligiga berilgan halokatli zarbadir. Ikkinchidan, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi mintaqadagi barcha harbiy harakatlarni to'xtatish uchun AQShdan Fors ko'rfazidagi o'zining barcha harbiy bazalarini butunlay yopishni va qo'shinlarni hududdan olib chiqib ketishni shart qilib qo'ydi. Uchinchidan, Eron Hizbulloh va boshqa ittifoqchilarga qarshi amalga oshirilayotgan barcha havo zarbalarini darhol va shartsiz to'xtatishni, shuningdek, kelgusida urush qayta boshlanmasligi bo'yicha xalqaro kafolatlar berishni talab etmoqda. To'rtinchidan, Tehron ushbu mojarolar davomida Eron iqtisodiyoti va infratuzilmasiga yetkazilgan barcha moddiy zararlar uchun AQSh va Isroildan ulkan miqdorda kompensatsiya to'lashni qat'iy talab qilib chiqdi. Beshinchidan, Eron o'zining yadroviy va raketa dasturlari bo'yicha har qanday cheklovlarni rad etib, uranni boyitish huquqi daxlsiz ekanini bildirdi. Bu esa Isroilning yillar davomida olib borgan siyosatini chippakka chiqardi. Eron prezidenti Pezeshkian ham o'zining rasmiy chiqishida Washington bilan hech qanday to'g'ridan-to'g'ri yoki yashirin muzokaralar olib borilmayotganini, Tramp esa shunchaki neft narxlarini tushirish va harbiy rejalarni amalga oshirish uchun vaqt yutishga urinayotganini fosh qildi. Biz taslim bo'lishni sharmandalik deb bilamiz degan hayqiriq Tehronning ko'chalaridan tortib Washingtonning nufuzli kabinetlarigacha aks sado bermoqda. Eronning eng nufuzli va qat'iy qarashlarga ega siyosatchilardan biri Said Jalili esa Washingtonning bo'g'ozni birgalikda boshqarish taklifini AQShning Erondan qo'rqib chekinishi deb baholagan. Bir paytda Tehronning bu shartlari g'olibning mag'lubga qo'ygan talablari kabi yangramoqda. Donald Trampning elektr stansiyalarini yo'q qilish haqidagi po'pisalarga javoban Eron AQShning barcha mintaqadagi energetika va axborot tuzilmalarini yer bilan yakson qilishga tayyorligini bildirib, ushbu ultimatumdan bir qadam ham chekinmasligini namoyish etdi. Bu talablar to'plami Washingtonni tanlov qarshisida qoldirdi. Yo Eronning mintaqaviy mutlaq hukmronligini tan olish, yo misli ko'rilmagan global energetik inqirozga tayyor turish. Hozirda Qatar, Ummon va Misr kabi vositachilar Erondan hech bo'lmaganda 5 kunlik o't ochishni to'xtatishni o'tinib so'ramoqda. Biroq Tehron o'z shartlarini to'liq bajarmagunicha chekinmoqchi emas. Bu shunchaki urushni to'xtatish emas, balki Eronning mintaqadagi yangi va mutlaq kuch ekanini tan oldirishga qaratilgan diplomatik hujumdir. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari Donald Trampning Eron bilan urushni to'xtatish haqidagi rejalaridan jiddiy sarosimaga tushgan. Fors ko'rfazi davlatlari AQShning bu kutilmagan tinchlik taklifi ortida hali ham tish tirnog'igacha qurollangan va o'ch olish ishtiyoqida yongan Eron bilan yuzma-yuz yolg'iz qolishdan dahshatga tushmoqda. Washingtonning sulhga moyillik bildirishi arab dunyosida norozilik to'lqinini yuzaga keltirdi. Ar-Riyod va Abu Dhabi Trampdan Eron o'z qo'shinlariga boshqa hech qachon xavf tug'dira olmaydigan darajada butunlay zaiflashmagunicha harbiy zarbalarni to'xtatmaslikni va urushni oxirigacha davom ettirishni talab qilmoqda. Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezidagi noqulayliklarni kamaytiradi, jinsiy faollikni qo'llab-quvvatlaydi va organizmning tabiiy quvvatini tiklaydi. Atigi 5-7 kun ichida sezilarli o'zgarishlar. O'zingizni yengil, baquvvat va ishonchli his eting. Muammolaringiz ortda qolishi uchun endi uzoqqa borishingiz shart emas. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Buyurtma berish uchun hoziroq ekraningizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari hozirgi bosqichda kelishuv tuzilishi Eronga Fors ko'rfazidan energiya resurslarini eksportini uzoq vaqt davomida nazorat qilish imkonini berishi va boshqa davlatlar xavfsizligini xavf ostiga qo'yishidan xavotirda. Hozirda Eron amalda jahon bozorida kuniga qariyb 20 million barrel neft va neft mahsulotlari chiqariladigan, shuningdek dunyodagi suyultirilgan tabiiy gaz eksportining 20% dan ortiq o'tadigan Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'ygan. Tehron ushbu muhim arteriya ustidan nazoratni urushdan keyin ham saqlab qolmoqchi. Eron kemalarining bo'g'oz orqali o'tishi uchun haq ola boshladi va bu haqda Xalqaro dengiz tashkilotiga maktub yo'lladi. Unda aytilishicha, Eronga nisbatan dushmanlik kayfiyatida bo'lmagan mamlakatlar kemalari agar Eronga qarshi tajovuzkor harakatlarda qatnashmasa, ularni qo'llab-quvvatlamasa hamda e'lon qilingan xavfsizlik qoidalariga to'liq rioya qilsa, Eronning tegishli organlar bilan kelishilgan holda Hormuz bo'g'ozi orqali xavfsiz o'tish huquqidan foydalanishi mumkin. Bu esa neft va gaz eksporti bo'g'ozga bog'liq bo'lgan Saudiya va Birlashgan Arab Amirliklari uchun iqtisodiy o'lim bilan barobardir.
Arab davlatlari Trampdan Eronning bu talablarga ko'nmaslikni va Tehron qo'shnilarga hech qachon xavf tug'dira olmaydigan darajada butunlay mayib qilinmagunicha urushni davom ettirishni so'ramoqda. Ular uchun hozirgi bosqichda tuziladigan har qanday yumshoq kelishuv bu Eronning qat'iy kuchayishi va mintaqada o'z hegemonligini saqlab qolishi demakdir. Shu sababli Riyod va Abu Dhabi agar Eron ularning hayotiy infratuzilmalariga, elektr va suv ta'minoti obyektlariga zarba berishni boshlasa, Isroil va AQSh safiga qo'shilib Eronga qarshi ochiq va keng ko'lamli urushga kirishga tayyor ekanini bildirdi. Turkiya esa bu vaqtda mintaqa davlatlarini vazminlikka chaqirib, faol diplomatik kurash olib bormoqda va barchani bu qirg'inni tezroq to'xtatishga ko'ndirishga urinmoqda. Biroq Eronning chekinmasligi va Hormuz bo'g'ozi bo'yicha qo'yayotgan shartlari diplomatiyaning kuchini kesib qo'ymoqda. Bugun Yaqin Sharqda nafaqat raketlar, balki kimning irodasi kuchliroq ekani va milliardlab dollarlik iqtisodiy jilov kimning qo'lida bo'lishi ustida ayovsiz jang ketmoqda. Bizda hozircha shular, voqealar bojini doimgidek bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni, Eron, Isroil va AQSh urushiga doir eng so'nggi xabarlardan birinchilardan bo'lib boxabar bo'lish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Biz yana ko'rishamiz, o'zingizni ehtiyot qiling.